Davlatimiz rahbarining mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oqqo'rg'on tumanidagi kasbiy ko'nikmalar markazida xorijda ishlash niyatini bildirgan fuqarolar uchun navbatdagi tadbir bo'lib o'tdi. Jarayon tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi Toshkent viloyati filiali rahbar va xodimlari boshchiligida uchrashuv o'tkazildi. Unda Rossiya Federatsiyasining 9 ta hududida joylashgan zamonaviy issiqxonalarga ega korxona bilan hamkorlikda xorijda dehqonchilik yo'nalishida ishlash istagini bildirgan 60 dan ortiq fuqaro uchun tanlov tashkil etildi. Ish beruvchilar o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yaratilib berilayotgan imtiyozlar, qonunchilik, sharoitlar to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berib, fuqarolar o'zini qiziqtirgan barcha savollariga javob olib, xorijda tashkillashtirilgan mehnat migratsiya tizimi to'g'risida to'liq ma'lumotlar berilmoqda. Hozirgi kunda xorijda ishlash istagi bo'lgan fuqarolarimiz tartibli qonuniy mehnat migratsiya tizimini joriy qilish maqsadida hududlarda, ya'ni Toshkent viloyati hududida, barcha hududlarda, tuman shaharlarda bu kabi tanlovlar, tadbirlar tashkil qilish rejalashtirilgan. Suhbat chog'ida ushbu korxonaning O'zbekistondagi vakili tomonidan ish sharoitlari, beriladigan imtiyozlar, yashash va ovqatlanish bilan bog'liq qulayliklar hamda haq to'lash tartibi haqida batafsil ma'lumot berildi. Fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollarga aniq, asosli va ijobiy javoblar olishdi. Mazkur tadbir xalqimiz hayot farovonligini oshirish, xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim chora desak, adashmagan bo'lamiz.